Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. 11 Uyg'ur 5 yildan keyin erkinlikka erishdi. O'z xabarimiz. Allohning fazli o'qituvchi partiyalarning tirishchanligi Türkiye hükümetinin qo'yniga elishi, Uyg'ur tashkilotlari va qarindoshlarimizning duosi hamda tirishchanligi bilan Malayziyadan qaytib kelib, Turkiya aerodromida tutib turilayotgan 11 qarindishimiz 29 dekabr kechda qo'yib berildi. 2017 yili 20 noyabr Tayland turmasida yetayotgan Uyg'urlar ichidan 20 kishi kameraning orqa temini teshib turmadan qochib ketgan edi. Ularning ichidan 9 kishi Tayland chegarasidan o'tish davomida Tayland soqchilari tomonidan tutib olingan bo'lib, 11 kishi Malayziyaga o'tib bo'lgandan keyin yanada bo'ldi qilmagan Xitoy Tayland tutib turish o'rnidan qochib ketgan Uyg'urlarni Malayziya soqchilariga ularning asabiy radikal terrorchi ekanligini bildirib, har xil tuhmatlar bilan qaralab tutqun qilg'izdi va Malayziya hukumatini o'tkazib berishga qistagan bo'lsa-mu, biroq Allohning fazli Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro jamiyatdagi inson haqlari tashkilotlarining aralashishi sababli 6 qitimliq suddan keyin Malayziya hukumati 11 Uyg'urning Xitoy tuhmat ortgandek terrorchi emasligini, Xitoyning siyosiy bostirishidan qochib chiqqan begunoh kishilar ekanligini aniqlab, ularni Xitoyga o'tkazib berishni rad qilib, Turkiyaga qaytarib bergan edi. Shunda qilib 11 qarindishimiz bu yil 10 oktyabr Turkiyaga qaytib kelgan edi. Arqadan 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon aerodromda ijroatlari bitmay turayotgan 11 qarindishimiz 29 dekabr barliq rasmiyatlari tugab qo'yib berildi. Bugun Istiqlol televiziyamizni ziyorat qilgan 11 qarindishimiz o'zlarining barliq hijrat hayoti va Xitoyning tuhmatlari va erkinlikka chiqib bo'lg'ichi uchirgan sarguzashtlarini so'zlab berdi. Biz ularning ichidan 2 aylan bilan ochiq suhbat programmasi o'tkazib, ularning vatandan ayrilib erkinlikka erishguchi bo'lgan orliqdagi agri to'qayliq hayotlarini suhbat qildik. Inshaalloh atki programmamizda huzuringlarda bo'ladi. Doktor Burhan Setining Turkiya davlatlik mukofotga erishganligini tabriklash murosimi o'tkazildi. 29 dekabr Uyg'ur ilm tadqiqot vaqfi zalida professor doktor Burhan Setining Türkiye Devletlik TÜBİTAK ve TÜBA yuqori darajalik mukofot bo'yicha yuqori daraja natija qozongan yosh bilim egalari mukofotiga erishganligini tabriklash murosimi o'tkazildi. Murosimni Sharq Turkiston Ulamolar birligi tashkillagan bo'lib, murosimga Ulamolar birligi a'zolari, universitet o'quvchilari bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Murosimda Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi ustoz Sirajiddin Azizi bilan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib, doktor Burhan Setining yuqori darajalik muvaffaqiyat mukofotiga erishib, Uyg'ur xalqiga sharaf keltirganligi, Uyg'ur yoshlarimizning doktor Burhan Setining tirishib o'g'inish ruhidan o'g'inishi kerakligini ta'kidladi. Doktor Burhan Seti so'zga chiqib, o'zining muvaffaqiyati orqasidagi jafoliq o'g'inish, berilib tadqiq qilish, izchil davomlashtirish ruhini ta'sirli qilib so'zlab berdi. Murosimda doktor Burhan Setiga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati, Ulamolar birligi, yangi nasl harakati birlikda to'n, Uyg'ur do'ppisi kiydirdi. Undan boshqa Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan lavha taqdim qildi. Umid Karvan vaqfidan bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatini ziyorat qildi. 29 dekabr Umid Karvan vaqfi bilan Yetimlar vaqfidan bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Mehmonlarni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon ishxonasida kutib oldi. Hidoyatullo O'g'izxon mehmonlarga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini ixcham holda tunishtirdi. Hamda mehmonlar bilan Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning turli qiyinchiliklarga duch kelayotganligini, bir qism Uyg'urlarning Turkiyada vaqtliq turish kartasining to'liq hal bo'lmaganlik ahvollari haqida muzokara elib bordi. Xitoy Amerikaga yelinib bayonot e'lon qildi. 31 dekabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerika bilan munosabatni yaxshilashga tayyor ekanligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lu Kang yozim bayonot berib,
Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan ikki taraf munosabatlarining yarim asrga yaqin musofada hosil qilingan ilgirlashlarning oson qo'lga kelmaganligini, o'zgarishlardan tajriba egallash kerakligini, ikki taraf bir-birining strategik niyatlariga muvofiq va betaraf shaklda qarab, xato farazlarning oldini olish uchun o'zaro strategik ishonchini ilgari surishi kerakligini bildirdi. Bayonotda yana Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik va muqimlik orqali kuchaytirilgan ikki taraf munosabatlarini texmo ilgari surishga tayyor ekanligini, ikki davlat munosabatlarining yaqinqi 40 yilda mushaqqatli musofalarni besib o'tib, tarixiy utuqlarni qo'lga keltirganligini, Xitoy bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining bir-birining egilik huquq, xavfsizlik va taraqqiyotiga munosabatli manfaatlariga hurmat qilishi, ikki taraf munosabatlariga ziyon yetkazmaslik uchun o'xshashmaydigan nuqtalarni muvofiq shaklda hal qilish uchun kuch chiqarishi lozimligini, Xitoy Amerika munosabatining yangi bir tarixiy boshlanish nuqtasi turayotganligini, shundaqla Xitoyning Amerika bilan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida tushunish hosil qilgan nuqtalarni ijro qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Kataloniya mustaqillik harakatlarini 2019-yilda davomlashtiradiganligining signalini berdi. İspaniyadan ayrılıp chiqib ketishni xohlaydigan Kataloniya avtonom hukumati 2019-yilda mustaqillikni qo'lga keltirish yo'lidagi xizmatlarini davomlashtiradiganligining signalini berdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Kataloniya avtonom hukumati boshlig'i Koim Torra Kataloniya televiziyasida tarqatilgan yangi yillik tabrik telegrammasida mustaqillik tarafdorlarini 2019-yilda birlik o'rnatib, adolatsizlikka qarshi qo'zg'alishga chaqirdi. Torra 2019-yilning Ispaniya davlatining besim tamlarini yiqib tashlashga va adolatsizlikka qarshi qo'zg'alishga vosita bo'lishini tiladi. Mustaqillik talabidan voz kechmagan Kataloniya uchun tinch va demokratik chora tepilishi kerakligini bildirgan Koim Torra, İspaniya bosh ministri Pedro Sanchezdan bu yo'lda samimiy, jasur, shundaqli qoyil qilarlik dialog o'tkazishni talab qildi va so'zini davomlashtirib, Kataloniya masalasining hal qilinishi uchun xalqaro murassalashtiruvchi bekitish talabini yana bir qatim ta'kidlab o'tdi. Amerika Tinch okeandagi ittifoqdoshlarini Janubiy dengizdagi harbiy kuchini kuchaytirishga chaqirdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi o'zining Tinch okeandagi ittifoqdoshlarini Janubiy dengizdagi harbiy kuchini kuchaytirib, Xitoyga taqobil turishga chaqirdi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, bu chaqiriqni Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi ministri Randy Shriver Avstraliya gazetining ziyoratini qabul qilganda ta'kidlagan. Randy Shriver, meningcha Xitoyga texmi yushirim besim paydo qilishning yo'li sheriklarimiz va ittifoqdoshlarimizning bu rayondagi birlashma harakatlariga ishtirok qilishidir. Ular dengiz qatnash erkinligini qo'g'dash mashg'ulotlariga qatnasha olmasa-mu, lekin ularning birlashma chorlash va o'rtaq harakatga tayyor turishidir degan. Xitoyning Janubiy Tinch okeandagi orol davlatlarining ul aslahalarini mablag' bilan ta'minlash, yerlik siyosatchilarga pul i'ona qilish qatorliq harakatlari Avstraliya va Yangi Zelandiyaning diqqatini qo'zg'ab kelgan edi. Randy Shriver Avstraliya gazetiga qilgan so'zida Xitoyning Janubiy Tinch okeandagi harbiy baza qurish plani bor bo'lishi mumkinligini ogohlantirdi. Amerikaning Janubiy dengizdagi erkin dengiz qatnashini qo'g'dash harakati Xitoyning bu rayondagi zamin talabi va harbiy aslahalariga xiris qilib, ba'zida ikki taraf harbiy paraxodlarining o'zaro tirkishish voqealarini paydo qilib keldi. Bu yil 8-oyda Xitoyning urush paraxoti Spratel taqim orollarining atrofida Amerikaning Decoter nomli urush paraxotiga so'qilib ketishga tasdiq qilgan edi. Randy Shriver Avstraliya gazetiga yana Amerikaning Angliya, Fransiya, Kanada qatorliq ittifoqdoshlarining Janubiy dengizdagi harbiy faoliyatini kuchaytirganligini bildirib, chunki ular Janubiy dengizda xalqaro qonun va o'lchamlarga xiloflik qilishning yer shari ta'sirini tunib yetmoqda degan. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya yaqindan beri Xitoyga bo'lgan sezgurligini kuchaytirgan. Har ikki davlat Xitoyning Huawei shirkatining G5 internet qurilishiga ishtirok qilishini cheklagan edi. Guangzhoudan elib ketilgan Nurshotning izderiki bo'lmadi. 31-dekabr egillagan ma'lumotlarimizga asoslanganda Xitoy soqchilari Guangzhoudan chaqirib elib ketgan Nurshotning izderiki bo'lmagan. Nurshot g'ulji qo'rg'asdan bo'lib, u kompyuter grafiki, kino film obraz loyihaliguvchi edi. Nurshot 2018-yili 4-oyda Sharq Turkistondagi Xitoy soqchilari uningga telefon qilib,
uning darhol qaytib kelishi kerakligini uqtirish qilgan. U Guangzhoudan Sharq Turkistonga qaytishdan burun saboqdosh va do'stlariga o'zining atalmish tarbiyalash lageriga chaqirilganligini, ko'nglining bak yerim ekanligini bildirib uchur yo'llagan. Uning do'stlari shu qitimqi uchurdan boshlab hozirgacha na mahallasida, na boshqa yerdan uning izdirikini qilolmagan. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.